alaykum. Zaryadchiga ham ko'rmadingiz hali? Akam seni yaxshi ko'raman. Akam aytgan gapni qo'llayman deymi? Non olib keldim, qayerga qo'ysam bo'ladi? Telefon qo'y. Endi siz bilan xonadosh bo'lar ekansiz-da. Ano, men qayerga joylashaman? Yo'q. Noying kattami? Tur bu, ko'rpachadan joy olasiz. Ano, 4 ta kompot ham olib keldim, qayerga qo'yay? Kompot? Mani joyimni bo'shatinglar, divanda o'tasizlar ustida. Divanda yo'qmi? Ha, ona xavotir olmang, joylashdim. Ovqat yeb oldingmi, bolam? Berib yuborgan narsalaringizdan yeb olaman, xoh. Nima deysan? Ha. Do'konga chiqaman, do'kondan narsa olib yeyman deyman. Onaning ko'ngli dalada. Biratishga tur. Nimaga? Kompot tugadi. Nonim bor-ku. Ha, noning bor. Bo'pti, ko'rpachaga o'tib ol tur. Birinchi kursga nimaga ovqat qilmayga? O'zi yaqinda kelib joylashdi. Hali birinchi kurs. Biz ham birinchi kurs bo'lganmiz. Namuncha qiynaysan bolani? Aka, kirlaringizni yuvib qo'ydim. Voy, mana biz. Tur endi ovqat qil. Unaqa emasdi. Non bo'ldim. Ha, birinchi kurs. Tur ko'rpachada. Nimaga? Noning tugadi. Pulim bor-ku. Ha, puling bormi? Bo'lsa gilamda yot. Ukam, o'qish kerak. O'qigan odam xor bo'lmaydi. Mana Toshkentga kelib maza qilib yuribman, ko'rib turibsan. O'qi ukam. Nimaga kechqurun ishlaysiz? Ertalab uyalaman, jinni. Turayman joyimda. Pulim tugadimi? Ha, tugadi.